Bitta. Obunachilar mana hozirgi chiqargan holati B-setga holatda chiqardi. Hozir mana bu hashak setkani qo'yib chiqarib ko'rsatib beramiz. Unisini ham videosini qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana samonani hashagini chiqardik. Mana bu yerda 5 setka holatda chiqqani va setka bilan chiqqan holati. Olti yarim kilovatlik alyumin odmotkali motorimiz. Motor nomi Alfa Grand akalar. Xo'p, hozir yemini ham chiqarib bir ko'rsatib beramiz. Bu qalay maydaligi ma'qul keldimi? Ha, bo'ladi. Bunda maydasini deyolmaydi. Hurmatli obunachilar, yem setkamiz qo'yildi, yorma chiqarish uchun bug'doyga. To'g'ri, shoshilishda mana postavkasini kraskasiga ulgurmay qoldik. Yo, yarım oborot ochadi. Ha? Ha, bo'lni ochadi, to'xtaydi. Ifodaliklari to'xtamaydi. Hozir shu tashlaganingizga 1 minut bo'lgan yo'q aka. Bo'lsa 1 minut bo'ldi. Ha, shuna. Qani mana yormamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa aka, oy, ishining sekin men video olib turaman. İçida bitta ham butuni yo'q a bu. Mana siz guvohsiz, endi bu kamera odamni ko'zchalik olmaydi. Ha, yo'q. Bu men endi iloji yo'q, reklama qilmasam bo'lmaydi. Bu Danielni aytgan yaxshi. Odamlar bilmaydi ko'p. Bitta ham butuni yo'q, ichida yorma holatda. Bozordagidan farqi bormi yo'qmi bu? Yo'q. Ya katta tegirmonlarda bitta ikkita butuni ham bo'ladi, bilasiz ichida. Bunda yo'q a. Endi bu xo'jalik uchun mo'ljallangan. Hashagini ham chiqardik, yemini ham chiqardik. Bu endi fikringizni bildiring. Odamlarga tavsiya qilasizmi? Ayting aka, men bu. Zo'r. Oldin oldingi hozir sizga bitta aka tavsiya qildi. Biz shuni orqasidan olyapsiz, misol uchun endi 3 yil oldin olganda u aka. Hop. Biz hozir olib kelgan joyimiz akalar Samarqand viloyati Nurobod tumani Nagorniy shaharchasi nima edi? Sho'rcha qishlog'iga keldik. Gaplar ham to'kilib qolyapti.
Akalar 2 million 900 ming so'mga yetib keldi drabilkamiz 6,5 kilovatlik alyuminat motkalik mahoviy pichoq. Nimaga aloqaga chiqib qo'yaverasizlar akalar? Xizmat bo'lsa borib ko'rsatib ishlatib beramiz.